Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga oid mozorlarni yiqitib, o'rniga bog'cha va mashina to'xtatish maydoni yasayotganligi o'tirg'i chiqdi. Kishilik huquq tashkilotlari Xitoyning Uyg'urlarning izini tamoman o'chirish uchun mozorliqlarni va muhim tarixiy imoratlarni cheqiyotganligini o'tirib qo'ydi. Siyosat va terrorizm bilan aloqasi bo'lmagan Uyg'urlarning tirik va o'ligiga qilinayotgan bu zulmga yetarli qarshilik bildirilmayotdi. Sharqiy Turkiston uchur markazida muhim yig'in va seminarlar o'tkazildi. Germaniyaning Duisburg shahriga joylashgan Sharqiy Turkiston uchur markazida Yoshirun Ong va uning oilaning baxtiga bo'lgan ta'siri nomli leksiya yig'ini o'tkazildi. Ayollar qizg'in ishtirok qilgan yig'inda oila maslahatchisi Osiya Turkan yetim bolalarning kelgusi va Sharqiy Turkiston masalasi haqida to'xtaldi. Xitoyning Hong Kong alayida ma'muriy rayonida 4 oydan buyon davomlashayotgan namoyishlarda qo'lga ilingan 2000 dan ortiq kishining az deganda 3 dan birining bolalar ekanligi o'tirg'i chiqdi. Hong Kong alayida ma'muriy rayonining bosh kotibi Jang Jenzong o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida iyundan buyon davomlashayotgan namoyishlarda 2379 kishining qo'lga ilinganligini e'lon qildi. O qo'lga ilinganlarning 750 nafarining 18 yoshdan kichik, 104 nafarining 16 yoshdan kichik quramiga yetmaganlar ekanligini bildirdi va hayron qolarliq va azobliq bir yuzlanish ekanligini aytdi. O'zbekiston Iroqda Daeshga qatnashgan fuqarolarining bolalarini davlatiga qaytarib kelishini davomlashtirmoqda. Elib berilayotgan Dobro 2-chi harakati doirasida 64 bola oldingi kuni davlatiga qaytarib elib kelindi. 10 oktyabr Bag'doddan 39 o'g'il va 25 qiz bolani elib kelgan bir aeroplan Toshkent xalqaro aerodromiga qo'ndi. Bu bolalarning 14 nafarining 3 yoshdan kichik, ikkisining yetim ekanligi ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda tashkil qilingan xizmat guruhi Iroqda 10 yoki 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan va muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Daesh a'zosi o'zbekistonlik ayollar bilan ko'rishdi. Ulardan bolalarining O'zbekistonga qaytarilishi haqida ruxsat olindi. Beşburcaklik bina Saudiya Arabistonga 2 urush aeroplani floti, 2 Patriot nomli boshqarilgan bomba batareyasi, 1 havo armiya floti va 1 SAS sistemi avatishni tasdiqladi. Amerika Mudofaa Ministrligi Eron tahdidini ishorat qilib, havo armiya aslahalari, Patriot batareyalari va 1 SAS sistemasi avatadiganligini e'lon qildi. Amerika Mudofaa Ministri Mark Esper, Turkiya Mudofaa Ministri Akarga tinchlik bulg'a harakatini to'xtatish haqida chaqiriq qilganligini, lekin navbatda Turkiyaning bu harakatni to'xtatish niyati va qarorida bir o'zgarish bo'lmaganligini bildirdi. Ministr Esper General Mark Milley bilan birlikda o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida Turkiyaning Suriyaning shimolida ikki taraflik daxl elib berishiga qarshi turamiz va qattiq qo'ymsizlik ichida turyapmiz. Bu harakat ittifoqdoshimiz Suriya demokratik qismlarini tahdidga soladi. Daesh turminlarining bexatarligini tahdidga uchirtadi va rayonda muqimsizlik barpo qiladi dedi.